ilm maskani hisoblanadi. Hammamiz bu yerda ilm o'rganamiz. Mana bu kishi aytganday, payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam Alloh buyrug'idan shu ilm o'rganishni ummatlarga meros qilib qoldirgan. Bu merosni albatta olimlar, ilm egalari davom etkazadi. Men Nodira Begim, o'zbek ayollaridan Nodira Begim Uvaysining chistollaridan birini o'qib bermoqchiman. Topishmoq she'ri bu. Bu na gumbazdur eshigi, tuynugidan yo'q nishon. Necha gulgun pok qizlar manzil aylab durmakon. Tuynugin ochib alarining holidan olsam xabar. Yuzlarida parda tortug'lik turarlar bag'rlari qon. Bu topishmoqning javobi anor bo'ladi. Bu anor donachalarini va uni betida turgan pardasini o'zbek xonimlari, o'zbek ayollarini shu anor bilan tasvirlagan. Keyin Hamza Hakimzoda Niyoziyning o'zbek xotin-qizlarida deb atalgan she'rni aytib bermoqchiman. Keldi ochilur chog'im, o'zligin namoyon qil, parchalab kishanlarini har tomon parishon qil. Maktab anjuman borg'il, unda fikr ochib gohi, ilmu fan tig'iy bilan jahl bag'rini qon qil. Soyalarida sarg'aygan yuzlaring qilib gulgun, sen ham ahli donishlar bazmini guliston qil. Cho'rilikni mullalar senga qildilar taqdir, kel bugun zahminga ma'rifatni darmon qil. Onalik huquqingni hurmat etmaganlarini yuzlarin qaro aylab fe'lidan pushaymon qil. Yuzlaring qaro chimmat, zulmidan qutul tirg'il, chiq qorong'u turmushdan nur ichida javlon qil. Sen qachon ma'rifatning dargohiga yo'l olsang, nurlarin olib ko'zga surmay qil.